Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun Agronomiya va agrotexnologiyalar kafedrasi dotsenti Rahimov Avazbek Xolmatovich tuproq unumdorligi madaniyligi va uning agrofizikaviy xossalari bo'yicha taqdimotni tanishtirib o'taman. Bunda rejamiz tuproq unumdorligi birinchisi, ikkinchisi tuproqni madaniyligi va uning yaxshilash tadbirlari, uchinchisi haydalma qatlam tuzilishi va uning ahamiyati, to'rtinchisi tuproq strukturasi va uning yaxshilash usullari. Tuproq unumdorligi deganda o'simliklar butun vegetatsiya davomida suv va oziqa elementlari bilan ta'minlash xususiyatini tushuniladi. Tuproq unumdorligi yerga oqilona ta'sir etganda yaxshilanib boradi, noto'g'ri ishlov berilganda esa aksincha pasayib boradi. Tuproq unumdorligi tabiiy va sun'iy turlarga bo'linadi. Tuproq unumdorligi uning havo va oziqa rejimlari muntazam yaxshilanadi. Omillarni ta'sir etishi jarayoniga qarab tuproq unumdorligi tabiiy unumdorlik va sun'iy unumdorlikka bo'linadi. Bunda tabiiy unumdorlik tabiiy faktorlar ta'sirida paydo bo'ladi. Sun'iy unumdorlik esa fan va texnika yutuqlaridan foydalanib insonlar tomonidan yaratiladi. Oziqa moddalar bilan ta'minlanganlik darajasiga qarab tuproq unumdorligi ikkiga bo'linadi. Potensial unumdorligi, samarali unumdorligi. Bunda potensial unumdorlik tuproqdagi oziqa elementlarining umumiy miqdori bilan belgilanadi. Samarali unumdorligi esa tuproqdagi o'simlik o'zlashtiradigan oziqa moddalar miqdori bilan belgilanadi. Madaniylashgan tuproqlar o'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratgan zararli organizmlardan tozalangan tuproq madaniylashgan tuproq deyiladi. Tuproqning biologik, kimyoviy va fizikaviy usullarida madaniylashtiriladi. Tuproqlarni madaniylashtirishning omillari. Birinchisi, biologik omil deganda organik moddalar sintezlanishini boshqarish, almashlab ekish, bakterial o'g'itlar qo'llash. Kimyoviy omillardan bunda ishqoriy tuproqlarda gips kislotalariga ohak solishi va o'g'itlash hisoblanadi. Fizikaviyga yerni fizikaviy mexanik ta'sirini ishlov berishlar kiradi. Haydalma qatlami tuzilishi va uning ahamiyati. Tuproqning qattiq fazasi va undagi bo'shliqlarning hajmlarining nisbatini haydalma qatlami tuzilishi deyiladi. Tuproqdagi g'ovakliklarning diametri 1 dan 2 millimetrdan kichiklarini kapillar, undan kattalari nokapillar g'ovakliklar deyiladi. Nokapillar g'ovakliklar suv faqat pastga harakat qiladi. Kapillar g'ovakliklar ko'paysa, ya'ni tuproqning zarrachalari suvni yuqoriga harakatini tezlashtiradi. Kapillar va nokapillar g'ovakliklar nisbati 1:1 bo'lganda tuproqning suv, havo, oziqa rejimlari eng maqbul bo'ladi. Tuproqning havo, suv, oziqa va issiqlik rejimlarini haydalma qatlami tuzilishiga bog'liq bo'ladi. Tuproq paydo bo'lishi jarayonida uning tarkibiy qismlarga bo'linadi. Bunda tarkibiy qismlarga qattiq, havo va suyuqlik tarkibiy qismlari hisoblanadi. Tuproqning hajmi, massasi va ahamiyati. Tuproq 3 ta fazadan qattiq, suyuq va havodan iborat. Ma'lum bir tuzilishga ega bo'lgan tuproq og'irligini shunday hajmdagi suv og'irligiga nisbatan tuproqning hajm massasi deyiladi va gram santimetr kubda ifodalanadi. Bo'z tuproqlarda hajmiy massasi haydalma qatlamida 1,2–1,4 gram santimetr kub atrofida bo'ladi. Ishlov berish yordamida haydalma qatlamning kerakli tuzilishini beradi. Turli o'simliklar tuproq zichligi har xil talabchan bo'ladi. Ko'pgina o'simliklar tuproq zichligi 1,2–1,3 gram santimetr kubda yaxshi o'sib rivojlanadi. Tuproqning strukturasi va uning yaxshilanish usullari. Mayda chang zarrachalarini bir-biri bilan yopishib, har xil kattalikdagi agregatlar, kesaklar hosil qilinishi tuproq strukturasi deyiladi. Struktura hosil bo'lishda organik modda yelimlovchi vazifasini o'taydi. Chirinda qancha ko'p bo'lsa, tuproqning strukturasi shunchalik yaxshi bo'ladi. Tuproqning strukturasi, ya'ni kesakchalarning yirik maydaligiga qarab tuproq strukturasiga to'rga bo'linadi. Bunda megastrukturali tuproqlar 10 mm dan katta bo'ladi. Makrostrukturali tuproqlar 10 mm dan 0,25 mm gacha bo'ladi. Mikrostrukturali tuproqlar esa 0,01 dan kichik
tuproqlar hisoblanadi. Diametri 1dan 3 millimetr kesakchalar agronomik jihatdan unumdor tuproqlar hisoblanadi. Mustahkam strukturali tuproqlar suvga chidamli kesakchalardan tashkil topgan tuproqlar mustahkam strukturali deyiladi. Tuproqning donadorligi suv, havo, issiqlik va oziqa rejimlariga ta'sir etadi. Struktura mexanik, fizik, kimyoviy, biologik omillar ta'sirida buziladi. Bunda mexanik usulda tuproqni strukturasi buzilishi mashinalar g'ildiraklari, ishchi organlar va boshqa kuchlar ta'sirida tuproqning mexanik omilda buziladi. Fizik omilda esa bostirib va ko'llatib sug'orilganda fizik omilda yerning strukturasi buziladi. Kimyoviy buzilishda esa bir valentli kaliy natriy bir valentli kimyoviy moddalar ko'payganda kimyoviy buziladi. Biologik esa mikroorganizmlar organik moddalar parchalanishi va buzilishidan kelib chiqadi. Tuproq strukturasini tiklash, tuproq strukturasini organik o'g'itlar solish, almashlab ekish, ya'ni organik moddalar miqdorini ko'paytirish hisobiga tiklanadi. Tuproq strukturasini saqlashda yerga ishlov berish sonini kamaytirish hamda alohida o'rin tutadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.